Nima katta o'ynayapsan? Ha? Nima qilishingni bilganingga kelmaychi edim sen. Nima? Qo'lingdan kelsa san ham katta o'ynagin-da. Katta berganingga birovni. Katta sen mana qilaydimi? Mana yutayapmi? Sen zararding o'zi. Jonga ham tegib ketdi bu. Agar mana shunaqa kodlarni bilganimga hayot kutmayapti. Jonga ham tegdi shu. Alo. Ha, yaxshiman. Yomon nimaga? Nima bu asab qilyapsan? Yosh bola yutqizib qo'ydim, kontur o'ynab, kod berishni biladigan. Sen ham bir og'ayni bo'lib, menga o'rgatmaysan, bunaqa beriladigan kodlarni. Hayot kutqizmaychidim bilsam. Menga hayot yutqizmaydigan kod keldimi? Ha. Qanaqa bilasan? Kerak bo'lmasam. Mayli. Yaxshimisan? Men so'ragan kod qani? Men senga shunaqa kod o'rgataman, umring davomida umuman yutqizmaysan. Xo'p, qani o'sha kod? Ha, yur bo'lmasam. Kitob do'koni balo bormi? Kitob do'koni nima olib kelding? Men sendan nima so'radim? O'sha sen so'ragan kodlar shu yerdan topiladi. Kelinglar yigitlar. Nima izlayapsizlar? Qanaqa kod haqida gapiryapsiz? Aka, bu ukamiz kompyuter o'yinlarida juda ko'p o'ynab yutqizib qo'yapti ekan. Bunga shunaqa kod beringki, hayoti davomida umuman yutqizmasin. Kompyuter o'yinlari kodlari? Bor shunaqasi. Nafs tarbiyasi, maqsadingizga aniq yetkazuvchi kod. Ilohiy nasihatlar, vaqtingizga baraka beruvchi kod. Ijtimoiy odoblar, umringizni mazmunli o'tkazish kodi. Iymon kitobi, pulingizni ko'paytiruvchi kod. Mana shu kodlarni tersangiz, hayotda yutqazmaysiz. Hisoblashib olaylik kelendi nafsim. Kelib qolmasidan hisob onimiz. Dunyoda yuribmiz xandonlar otib. Chiqmay qolar balki u kun unimiz. Rahmat aka. Nelarga boshlading, qayga keldik ayt. Qaysi ko'chalarga yetdi nomimiz? Do'sting shaytonmidi yoki iymon? Qanday bo'lar ekan u kun maqomimiz? Umringizni behuda o'tkazmang. Vaqt g'animatdir. Imkon bo'lganda kitob o'qing. Chunki bu imkoniyat qayta berilmasligi mumkin.